Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Allimu avladakum va ahlikumul khayr va addibuhum." Farzandlaringiz va oilalaringizga yaxshilikni o'rgating, ularga odob bering. Musulmon erkak kishi qiyomat kunida o'zini qilgan amallari uchun javobgar bo'ladi, farzandlarni qilgan ishlari uchun javobgar bo'ladi. Chunki Alloh taolo Qur'onda: "Ey iymon keltirganlar, o'zingizlarni va ahllaringlarni jahannam o'tidan saqlanglar" degan. Kishi o'zini do'zaxdan saqlashligi qanchalik zarur bo'lsa, farzandlarini, oilasini saqlashligi, ularni tarbiya qilishligi ham shunchalik zarur bo'ladi. Kishi qachon o'zining oilasini isloh qiladi? Qachoniki uyidagi jufti, ayoli ham eri bilan bir xil fikrda, bir xil tushunchalarda bo'ladigan bo'lsa. Agar eri xotinning fikri bir, tushunchalari bir, maqsadlari bir bo'lsa, bu oila saodatli bo'ladi. Ayol o'zi farzandlarni ayollar tarbiyalaydi. Xohlaysizlarmi, xohlamaysizlarmi? Eriga rafiqa bo'lgan ayol. Rafiqa deganda nimani tushunamiz? Erini itoatida, erini shokalasida, namozxon, ro'zador, Robbisini yaxshi ko'radi, Allohning hukmida qoyim, uy ishlarini rioya qiladi, farzandlarning tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lgan ayol. Bunday ayol faqat xotin emas, birodarlar. Erkak kishining haqiqiy hayotdagi sherigi bo'ladi. Bu eri fikri hayoli bir vodiyda, xotininiki boshqa bir vodiyda bo'ladigan bo'lsa, bu xonadonda qanaqa turmush bo'lishigini bir tasavvur qilib ko'rsa bo'ladi. Ko'chada yurib, o'zini o'tdan cho'q qo'rib, tof kelgan narsasini bir kunda shunday sarflab qo'yib, nima qilay endi? Qilish kerak ekanda. Hamma qilyapti. Nima boshqalardan qolamizmi deydigan xotin emas. Erini holiga yetadigan ayol. Agar ayol kishi birodarlar yuksalsa iymonida, eri bilan dunyo qarashi, iymoni, fikri, idroki tenglashadigan bo'lsa, maqsadi bir bo'ladigan bo'lsa, bu oila albatta saodatli oila bo'ladi. Hozirgi kunda birodarlar, hozirgi dunyoda til bilan aytganda, xotin faqat uydagi xizmatkor emas. Haqiqiy erini hayotdagi sherigi bo'lishligi kerak. Ush bir ovqat qil, eshik tozala, iymondan bexabar, dindan bexabar, o'y fikri dunyo. Bunaqa ayoldan er zerikadi. Bunaqa ayoldan er zerikadi. Er ham, ayol ham bir-biridan zerikadi. Bunaqa xonadon hech qachon saodatli bo'lmaydi. Shuning uchun birodarlar, farzandlarning tarbiyasidan avval ayollarning tarbiyasiga e'tibor qaratishlik kerak bo'ladi. Er xotinni o'rtasi qachon isloh bo'ladi? Qachon ular o'rtasida intifoqchilik, bir-birini tushunishlik bo'ladi? Qachon? Shu to'rt tomoni tekis, mikrovalnovkasi bo'lsa, hammom alohida bo'lsa, darvozaxonasi kafil bo'lsa, yana qanaqa? Shumi? Er xotinning o'rtasida qachon ulfatlik paydo bo'ladi? Qachon ular o'rtasida bir unus paydo bo'ladi? Allohni tanisa. Ishonavering, agar er xotin Allohni bir xil taniydigan bo'lsa, bu xonadonda albatta saodat bo'ladi. Endi dunyoviy farovonlik bo'lgan uyda saodat bo'ladi. Hamma yo'g'i tekis bo'lgan oilani, bolalarini tarbiyasi yaxshi bo'ladi deyilsa, bu noto'g'ri bo'ladi. Noto'g'ri bo'ladi. Chunki dunyo matohi birodarlar. Senga doim xursandchilik berib turadigan narsa emas. Boshqacha qilib aytamiz, senga doim xursandchilikni berib turadigan moddiy narsani o'zi yo'q. Masalan, mikrovalnovka berasiz, xursand bo'ladi. 5 kundan keyin oddiy holat. Kirib yuvadigan mashina olib berasan qimmatroqdan. Xursand bo'ladi, bir hafta, keyin unga ham ko'nikib qoladi. Ha, uy olib berasan. Uy olib berasan varanglagan. Teringga sig'maysan, ayoling ham xursand. 1 yildan keyin nima bo'ladi? Boboyida yo'q qoladi. Mashina sotib olasan, bir hafta uxlamaysan, quvonching cheki yo'q. Bir haftadan keyin nima bo'ladi? Nima demoqchimiz? Sizga doim xursandchilik berib turadigan dunyo matosi yo'q. Hamma narsadan odam zerikadi. Demak, dunyo matohi bilan xursand bo'lishlik bu vaqtincha narsa. Ammo oiladagi saodatni davomiy qiladigan narsa Allohni tanish, Allohdan qo'rqish.
Ayolingizga qarab qachon quvonasiz? Robbingiz hukmida qoyima ekanligini ko'rganda quvonasiz. Avratlarni yopib yurganda uni ko'rib quvonasiz. Qizlaringiz onasini ko'rib, mana shunday bir mu'mina bo'lib katta bo'lishligi kerak ekan degan tushunchada qizlaringiz katta bo'layotganini ko'rganingizda quvonasiz. Allohdan qo'rqayotganligini ko'rib doim quvonasiz. Yoshligida ham, qariganida ham. Ammo agar kelinni faqat tashqi ko'rinishiga qarab quvonayotgan bo'lsangiz, kuyov bola, yangiligida kelin yirqiraydi, yiltiraydi. Kiyimlari yangi, qaddi qomatlari tekis, o'zi yosh. Agar faqat tashqi ko'rinishiga qarab turib, tashqi ko'rinishiga qarab quvonadigan bo'lsangiz, bu ham nima? Bu ham vaqtinchalik narsa. Demak, birodarlar, xonadonimizda qachon saodat bo'ladi? Qachon ayolimizga ko'zimiz tushganda quvonamiz? Qachonki ayollarimiz Allohni tanisa. Allohni tanisa. Moddiy jamlanish yoki foyda uchun jamlanish. Birov-birovga uylanadi, birov-birovga turmushga chiqadi, dunyosini havas qilib, dunyosini ko'rib, uyini, moli dunyoni topib tutishini qarab turib, qizini beradi yoki falonchini qiziga uylanadi. Agar bunaqa maqsadda oila qurilgan bo'lsa, ishonavering, bu oilada saodat bo'lmaydi. Chunki mana shu moddiy bir-biriga ko'rsatayotgan foydasi uzilib qoladigan bo'lsa, o'rtadagi boyaga ularni bog'layotgan narsa ham uzilib qoladi. Ammo Alloh uchun qurilgan oila bo'lsa, dini uchun uylangan bo'lsangiz bir ayolga, bu din birodarlar qiyomat go'rga kirguvchi o'zi bilan birga bo'ladi. Uylanayotgan bola kelinni hayolidagi o'zi tasavvur qilgan kelin bo'lishini xohlaydi. Kelin ham turmushga chiqargan kuyov bolani o'zini hayolidagi, orzusidagi yigit bo'lishini, indiyskiy bo'lishini xohlaydi. Doim meni qo'lida ko'tarib yuradi, doim meni sizlab gapiradi, o'pib erkaladi, xullas boshida ko'tarib yuradi deydi. Hayolida. Faqat unga xizmat qilishini xohlaydi. Kuyov bola ham xuddi shunaqa. Lekin vaqt o'tishi bilan mana yangi uylanganlarimiz kulyapti. U ham bu narsa bitta narsani talab qilyapti, bu ham bitta narsani talab qilyapti. Biri ikkinchisini xizmatini qilishni hech qaysi xayol keltirmayapti. Faqat menga xizmat qilinadi deyapti. Ine qarabsizki, 1 yil yarim yil o'tgandan keyin to'qnash bo'ladi. Ine kelishmovchiliklar paydo bo'ladi. Erkak kishi, birodarlar, qaranglar-da, hali farzandlar haqida gapirmayapmiz. Agar tarbiya qilishlikda ayolingiz sizga sherik bo'lmasa, bolalarni islomiy tarbiya bilan tarbiyalashi kerakligi ayolingiz ham sizga yordamchi bo'lmaydigan bo'lsa, ishonavering, qo'lingizdan hech narsa kelmaydi. Ayolingiz yordamchi bo'lsin birinchi sizga. Erkak kishi ayoli bilan qachon saodatli bo'ladi? Nima qilsa saodatli bo'ladi? Ayoliga Robbisini tanitsa. Ayoli Robbisini tanisin, shundan keyin bu ayol o'zini erini baxtli qila oladi. Shundan keyin bu ayol erini qanaqa haqlari borligini biladi. Shundan keyin ayol Allohni tanigandan keyin erimni xizmatini qilsam, bu ibodat ekan. Erimni rozi qilsam, Allohning roziligiga yaqinlashaman ekan deydi, shunda erini xizmatida qoyim bo'ladi. Erkak kishi ham ayolini Allohni taniganidan keyin yelkasidagi omonat ekanligini tushunsa, unga qilgan muomalasiga qiyomatda javob berishini o'ylasa, ayolini xizmatida bo'ladi. Er Allohdan qo'rqib ayolning xizmatida, ayol Allohdan qo'rqib erning xizmatida. Faqat shunda xonadon saodatli bo'ladi. Nima demadinglar? Islomiy jamiyatda, birodarlar, odamlarda erkak bilan ayolning o'rtasidagi aloqani iymon bog'laydi. Allohdan qo'rqish asosi ustiga quriladi. Endi dunyoparast odamlarda moddan ustiga quriladi. Masalan, brashni kontrakt deb qo'yadi, mana bilasizlar, g'arbda eshitgansizlar. Turmushga chiqadi, kontrakt tuzadi. Mabodo ajrashsak, menga moncha, senga moncha. O'shuning uchun iloji boricha boyroq odamga turmushga chiqishga harakat qiladi bu g'arbli ayollar, qari bo'lsa ham, xunuk bo'lsa ham, lekin nimasi bo'lsin? Qarang, u turmushga chiqqandagi niyati buzuq o'zi. Unga turmushga chiqadi, 1 yil, 2 yil yashaydi-da, ozgina sabab bo'lib qolsa ajrashadi. Chunki maqsad nima edi bulardan? Maqsad undan yulib olishlik edi. Ammo musulmon ayol
musulmon erkakka tegar ekan, musulmon erkak muslima ayolga uylanar ekan, Allohning roziligini o'ylab turib turmush quradi. O'shuning uchun ukalar, ajrashishlik nihoyatda ko'p. Ajratib olishlik ham nihoyatda ko'p. Arzimagan sabab bilan onalar arzimagan dunyoda latta-luttasini-da bir ikki og'iz sassiq gap uchun oilani shart buzib tashlayapti. Mana kecha bittasi shikoyat qilib keldi. Kelinim yashayman deyapti. Kuyoyim yashayman deyapti. Ikki tomondagi xotin unamayapti. Endi bu xotinlarni erlari tarbiyalaganida o'tirmadi. Qizi yashayman deyapti. Qizi ketaman desa ushlab turishib kelmadi, majbur. Yalanib kelishsin deyapti ekan. Bu nima? Qanaqa tushuncha? Qani kafillik ikkinchi turmushi bilan baxtli bo'lib ketishiga bu bolani? Bu turmushga chiqib ko'rgan juvonda birov olishligiga qani kafillik? O'shuning uchun birodarlar, farzand tarbiyasidagi birinchi qiladigan ishimiz ayollarda tarbiyasi. Ayollarda tarbiyasi. Erkak kishini hayotida qiladigan eng yaxshi amali bilasizlarmi nima? Pul topib, chek olib, o'g'illariga imorat solib, uylab joylab, to'rt yog'ini taqilib ketishi. Bu bizning tushuncha shunaqa. Va mana shu narsani yo'lida umr sarf bo'lib ketyapti. Ikkita o'g'li bordi, uylab bittasini yashirib chiqardi. Bo'ldi, endi bemalol ibodat yo'q. Yana pul topish kerak. Cheklar nima bo'lib ketyapti? O'g'lim ikkita o'g'li bor. Kichigida 3 ta bor. Birodarlar, musulmon odam rizq Allohdan deb iymon keltirgan bo'ladi. Siz o'lib ketsangiz hamchi, bolangiz o'sha rizqini, chekini topib bitirishini qilib ketaveradi. Erkak kishini hayotida qiladigan eng yaxshi amali bu farzandlariga odob berishi. Agar islom bilan tarbiya qilingan yigit, islom bilan tarbiya qilingan ayol bo'lsa, otasi ta'lim bergan bo'lsa, ayoli kasal bo'lib qolsa, bunaqa tarbiya ko'rgan yigit ayolini tashlab boshqa ayolga uylanmaydi. 10 yil, 20 yil xizmatingizni qildi, bir kasal bo'lib qoldi, xizmatingiz yaramay qoldi. Ablah bo'lish kerak. Shat uni qo'yib yuborib turib boshqasini olib ketishlikka. Nima demadinglar? Yoki ayol 20 yil, 30 yil eri bilan yashadi, eri bemor bo'lib qoldi, kasal bo'lib qoldi yoki pul topishga yaramay qoldi, kambag'al bo'lib qoldi. Tasavvur qila olasizlarmi? Shat erini tashlab ketib qolishligini. Musulmonlarda tushunchasida bu narsa umuman aqlga sig'maydi. Chunki Allohdan qo'rqadi musulmon odam. Xulosa, er ayolining xizmatini qilish va mana shunga sabr qilish bilan Allohga yaqinlashadi. Ayol ham erini xizmatini qilish va unga sabr qilish bilan Allohga yaqinlashadi. Agar shu qoida ishlasa oilada, bu oila albatta saodatli bo'ladi. Nima uchun aytdi bu gapni? Payg'ambarimiz aytdilar: "Allimu auladakum va ahlikumul khayr va addibuhum." Farzandlaringiz va oilalaringizga yaxshilikni o'rgating va ularga odob bering. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Tabaroniy rivoyatlarida: "Addibu auladakum ala thalathi hisolin." Farzandlaringizga 3 ta xislatni o'rgatinglar. Hubbi nabiyikum va hubbi ali baytihi va tilovatil Qur'on. Nabiyingizni yaxshi ko'rishga, uni oilasini yaxshi ko'rishga va Qur'on tilovatiga. Bolalaringizga 3 ta narsani o'rgatinglar. Payg'ambarini yaxshi ko'rsin, payg'ambarning oilasini yaxshi ko'rsin va Qur'on tilovatini o'rgatinglar. Endi faraz qiling, shat bordingizda bugun, bolam, payg'ambarimizni yaxshi ko'r bugundan boshlab. Payg'ambarimiz oilasini bugun yaxshi ko'rmasang bo'lmaydi. Kel, yaxshi ko'r. Desiz, bu kulgili holat bo'ladi. Ha siz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tanitmagan bo'lsangiz, oilasini tanitmagan bo'lsangiz, qayoqdan yaxshi ko'rsin? Odam nimani yaxshi ko'radi? O'zi tanigan, bilganda yaxshi ko'radi. Shuning uchun bunaqa payg'ambarning oilasini yaxshi ko'r deb shab dabdurustdan buyurishni o'rniga payg'ambarimizning hayotini aytib bering. Xulq atvori, rahmat haqida hikoya qilib bering. Payg'ambarimiz yosh bolalar bilan qanaqa bir holatda muomala qilganligini aytib bering. Masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir majlisda o'tirganida o'ng tomonida Abdulloh ibn Abbos yosh bola bo'ladi. Chop tomonida Abu Bakr Siddiq o'tiradi. Payg'ambarimizga bir ichimlik olib kelishadi. Rasululloh ichadilarda sunnatga muvofiq o'ng tomonga uzatish kerak. Shu kichkina bola Ibn Abbos o'tiribdi.
Haligi Ibn Abbosga qarab, "Ey bola, o'zi shuni haqqi o'ng tomonga berish kerak. Mana uni ichimlikni bu kishiga shayxga bersam bo'lami, chop tomonga?" deydi. Ibn Abbos aytadi, "Sizdan keyin ichishlik sharafini birovga bermayman. Bering bu yoqqa" deydi olib ichadi. Ya'ni mana shu qilayotgan ishi bilan payg'ambarimiz bu kichkina bolaga hurmat ko'rsatyapti. Shunga o'xshagan payg'ambarimiz yosh bolalar bilan qilgan muomalalardan bir misollar aytib bering. Payg'ambarimiz haqida tushunchasi paydo bo'lsin bolangizda, keyin yaxshi ko'radi payg'ambarimizni. Ota bolasini yoshi har qancha kichkina bo'lmasin, tarbiyasiga e'tibor berish kerak. Chunki qaranglar-da, masalan, tug'ilgan bolamizga payg'ambarimiz birinchi qiladigan ishimiz nima deb aytgan? Quloqiga ozon aytinglar deganmi? Hali aqli kirgani yo'q, lekin quloqiga Allohning lafzi kirsin, Allohu akbar kirsin quloqiga. Shuning uchun bolangiz har qancha kichkina bo'lmasin, e'tibor bering. E'tibor bering. Masalan, bir ota nima ish qilgan ekan? Bu tajribalar bor. O'sha ertamanda maktabga ketayotganda, ko'chaga chiqib ketayotganda so'raydigan pulini bir korobka qilib solib qo'ygan ekan ichiga. Yoniga daftar bilan qalam qo'yib qo'ygan. Bolam, olavering. Qancha kerak bo'lsa, yozib qo'ying faqat. Bugun 10 so'm oladi, yozib qo'yadi. Ertasiga 20 so'm oladi. Ko'radi qancha olayotganini. Bir oy o'tganda hisoblasa falon pul olibdi. O'ylanibroq oladi. O'ylanibroq oladi. Mana bitta uslubi. Qiyinmi? Ha, domla bizni bolalar agar qo'yib qoladigan bo'lsangiz, nima qiladi? Demak, sizni bolangiz shunaqa ekan, nima qilaylik? Shuning uchun bolamiz har qancha kichkina bo'lmasin, birodarlar, so'ziga quloq tutish kerak. Xuddi katta odam bilan muomala qilgandek muomala qilishga. Mana payg'ambarimizni ko'rdinglar nima dedi? Abu Bakrdek odam o'tirsa, so'rayapti, beraveraymi? Shuning uchun farzandini o'qishi bilan qiziqish kerak. Nimalarda g'amida yuribdi, kimlar bilan do'st bo'lyapti? Bolamiz bilan o'zimiz o'rtamizda parda qilib olmaylik. Eskilar ko'p aytardi shu gapni. Xudo bergan odamni bolasi 15 ga kirganda bosh bo'ladi oilaga. Xudo urgandiki 30 da yosh bo'ladi. Bolalarimizga e'tibor qilishimiz kerak. Payg'ambarimizni tanishimiz kerak, oilasini tanishimiz kerak. Buni o'rniga nima bo'lyapti uyimizda? Uyimizda kim tarbiya beryapti bolalarimizga? Kim o'rgatyapti kimga o'xshash kerak, kimga ergashishlik kerak, kimni o'ziga ibrat, kumir qilishlik kerak? Kim o'rgatyapti uni? Televizor. Aktyorlar, sportchilar, qo'shiqchilar, ular nimani yaxshi ko'radi, kimlar bilan do'st bo'lgan, qaysi kiyimni yaxshi ko'radi, qaysi ovqatni xush ko'radi, qaysi seriallarni ko'radi, hayotlik chog'ida qancha pul topgan, qaysi mamlakatga borganda qanaqa bir qiziqarli voqea bo'lgan, qaysi kinoda, qaysi futbol komandasida o'ynaganda nechta pul topgan, bularni yaxshi bilishadi. Birodarlar, farzandingizni tarbiya oladigan joyi televizor bo'lsa, qayoqdan sizni ko'zingizni quvonch bo'lsin. Erkak kishi uchun hayotida uchraydigan eng katta mehnat qaysi? Pul topish, yer olish, uy solish, bolasini uylab joylab qo'yishmi? Erkak kishi uchun hayotida uchraydigan eng katta mehnat bola tarbiyasi. Ishonavering. Bundan og'ir ish yo'q. Bundan og'ir ish yo'q. Bir kishi o'zini do'stiga shikoyat qiladi. Nimadan? Bolasini noqobilligidan. Nimaga shunaqa bo'ldi bilasanmi? Sen ekiblar tashab qo'ygan eding. U daraxtni putamagan eding. Vaqtida dorisini bermagan eding. Vaqtida suv qo'y, vaqtida bir parvarish qilmagan eding. Xohlaganda o'sib qoldi bu daraxt. Kimda ayb? Bu yaqinda uylangan birodarlarimizga yoki farzandlari mayda bo'lgan birodarlarimizga bir juda ham muhim narsaki, farzand har qancha yosh bo'lmasin, uni ta'limi bilan shug'ullanishlik kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, farzandlaringizga 3 ta xislat o'rgatinglar. Payg'ambaringizni yaxshi ko'rishni o'rgatinglar. Payg'ambarning oilasini yaxshi ko'rishni o'rgatinglar va nimani? Qur'on tilovatini. Yoshroq odamlar bilan o'tirib qolsangiz yoki quloq solsangiz so'ziga gapi faqat futbol haqida. Ya rahmat, yana ham artistlar haqida gapirmayapti bizkilar. To'lka futbol. Sen o'zingga bir ibrat kumir deyotgan sportchi yahudiymidi, nasroniymidi farqi bo'lmayapti odamlarga.
Yana bachavozmidi, yo otasiga oq bo'lgan bir marazmidi farqi yo'q. Muhimi chiroyli futbol o'ynasa, chiroyli qilib uni reklama qilingan bo'lsa bo'ldi. Akalar, bu musibat bu. Musibat bu. Bu yosh yigitlarga eng zo'r narsa nima edi? Tarbiyasi uchun. Sahobalarning hayotini o'rganishidi. Bu sport, bu futbol akalar, sportda hamma turi ham sog'lom, salomat, baquvvat bo'lishlikning bir vositasi xolos, lekin maqsad emas hayotdagi. Maqsad emas. Kelinglar birodarlar, bugundan boshlab ibratni o'zimiz beraylik. Bugun oila kechki ovqatda mabodo o'tirib birga yesa, hammasi yig'ilganda. Mabodo yig'ilib qolsak dasturxonning ustida ona zamondan o'chirib qo'yaylik-da, ovqat yeb bo'lib turib, bugun bitta sahobaning hayotini gaplashaylik. Zayd ibn Horisani hayotini masalan. Yoki Umar ibn Xattob roziyallohu anhu hayotidan bir 3-4 ta bir lavhani ko'rib chiqaylik. Bugun siz o'qib bering kitobni. Ertasi kun onasi o'qib beringiz. Keyin o'g'li, keyin qizi. Ey domla, nima deyapsiz? Kim qiladi buni? Bo'ladigan gapni gapiring. To'ppa-to'g'ri. Bu bo'ladigan ish emas bu. Bo'ladigan ish emas bu. Endi mana shu ish bo'lmaydigan bo'lib qolgandan keyin balobami bolangdan shikoyat qilib. Hozirgi yoshlarning psixikasida meni tinch qo'yinglar degan narsa bor. Qaytaraman. Hozirgi zamonda suvini, havosini olib o'sayotgan yoshlarda meni tinch qo'yinglar degan tushuncha bor. Nima demadinglar? Qo'ylar. Chunki mana bu hozirgi berilgan ta'lim xuddi shu suvni beryapti. O'zi uchun yashaydi faqat. O'zi uchun. Qayerdan olyapti bu narsani? Musulmon odam o'zini uyini jannatdan bir parcha qila oladi uyini. Birodarlar, hayot har qancha qiyin bo'lmasin, turmush har qancha og'ir bo'lmasin, topish tutish zo'r bo'lmasin, lekin mana shu xonadonni jannatdan bir bo'lakka aylantirish mumkin. Nima bilan? Allohning hukmini qoyim qilishlik bilan. Oddiy ovqat, faqirona jihoz, faqirona uy. Agar bu oilada xotinni erga, erda xotinga qiladigan muomalasi, otani farzandlar bilan, farzandlarni ota-onalar bilan qiladigan muomalasi Allohdan qo'rqish ustiga qurilgan bo'lsa, hayotda har qanaqa mashaqqati bu xonadon uchun hech narsa emas. Ammo millionlagan pulga olingan uyning ichidagi jihozlari falon pul bo'lgan uy, agar Allohni tanishlik asosiga qurilmasa bo'lgan aloqalari, bu uy jahannamdan bir parcha bo'ladi. Uylar bor birodarlar, Qur'on tilovat qilinadi, 5 mahal namoz o'qiladi, baqir-chaqir bo'lmaydi, g'iybat shikoyat bo'lmaydi, televizor tagida kechgacha qolib ketishmaydi. Bu qanaqa uy? Alloh va Rasuli yaxshi ko'rgan uy. Ayrim odamlar uylariga yozib qo'yadi, Allohumma barik hadal bayt. Parvardigor, bu uyni muborak qilgin, barakotli qilgin. Lekin namoz yo'q, ibodat yo'q, ertamandan kechgacha muzika, ertamandan kechgacha televizor. U bola uyda, bu bola bu uyda, har kim o'zining telefonini, planshetini, kompyuterini o'ynab o'tiradi. O'tirmaydi birlashib. Bunaqa yozuvdan 50 tani ilib qo'y. Alloh bunaqa uyga barakotini yog'dirmaydi. O'zicha hech kim o'zining uyini bunaqa deb o'ylamaydi. Ya meni uyim bunaqa emas deydi. To'g'ri, siz uyingiz bunaqa emas. Sizning uyingizda televizor ko'rilmaydi. Ko'rilsa ham faqat yaxshi narsalar ko'riladi. Har kuni oila a'zolari nonushtani birga qilasizlar. Kechki ovqatni birga qilasizlar. G'iybat shikoyat yo'q. Ona o'zalmonda o'chiq bo'ladi. Dadingiz har kuni kitob o'qib beradi. Har kuni bitta duoni birgalashib, takrorlab o'rganasizlar. Ha, sizlarning uylar unaqa emas. Sizlarning uylar zo'r. Shunaqami? Astagfiru billah. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un valladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dar haqiqat mu'minlar najot topdilar. Ular namozlarida bo'yin eguvchi kishilardir. Ular behuda foydasiz so'z va amallardan yuz o'girguvchi kishilardir. Birodarlar, uyimiz siz bilan biz uchun bir muqaddas joy bo'lishligi kerak. Bu uyimizda gunoh ma'siyatni qilinishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Ovqatlanib o'tiribmiz, Allohning zikri bo'lsin. Uxlayapmiz,
Yotishda Allohning zikri bo'lsin. Kiyinyapmiz, Allohning zikri bo'lsin. Gunoh ma'siyat bo'lmasligi kerak. Chunki qiyomatda javob beriladi bu narsaga. Dunyoda bo'layotgan, musulmonlarning boshiga yog'ilayotgan musibatlarni birortasini daf qilish qo'limizdan kelyaptimi? Dunyoda bo'layotgan musibatlarda musulmonlarning boshiga kelayotgan birortasini to'xtatishlik qo'limizdan keladimi? Bizning qo'limizda hech narsa yo'q. Faqatgina oilalarimiz bor. Agar oilamizni isloh qilsak, farzandlarimizni payg'ambarimiz aytganda tarbiya qiladigan bo'lsak, demak mana shu musulmonlarning boshiga kelayotgan balolarni daf qilishlikka qilgan eng katta ishimiz shu bo'ladi. Endi birochi bolani tarbiya qilma deb buyurmaydi-da. Har qanday jamiyatga rostgo'y, omonatdor, birodar haqqini yemaydigan farzand har qanday jamiyatga kerak. Halol, vijdonan ishlaydi. Kim o'ldi, o'chdi, bo'lib ketishni xohlamasa, bolalarini tarbiya qilsin. Kim o'ldi, o'chdi, bo'lib ketishni xohlamasa, farzandlarini tarbiya qilsin. Bir odam farzandi ulg'ayganida Allohning yaxshi quli ekanligini ko'rsa, haromdan uzoq bo'layotganligini, Allohning buyruqlarini bajarayotganligini ko'rgan bo'lsa, shuni ko'rsa, shu farzand milliard so'mdan ham afzal bo'ladi bu ota uchun. Chunki siz o'lib ketgandan keyin qoldirgan dunyoyingizga javob berasiz. Ammo mana shunday farzand qoldirib ketadigan bo'lsangiz, orqangizdan ajr bo'ladi. Qaytarib aytamiz, farzandini toatda, ibodatda, istiqomatda, taqvoda ko'rib o'tishligi kishini, demak bu odam tirik bo'ladi. Chunki farzand otasining davomchisi bo'ladi. Zamonimizda katta bir jomiyani imom vafot etdi. Oradan bir qancha vaqt o'tib, uni o'rniga o'g'li imom xatib bo'ldi. Otasi qilgan ishni davom etkizdi. Demak bu ota o'lgani yo'q. Bu otaning ishi davom etyapti. Agar mana shu farzandini yana bitta farzandi ilmli bo'lib minbarga chiqib odamlarga Allohning dinini tanitsa, demak yana davom etdi bu odam hayoti. Xulosa, kim o'ldi, o'chdi, bo'lib ketishni xohlamasa, farzandlarini islomiy tarbiya bilan tarbiyalasin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Iza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath." Agar odam bolasi vafot etsa, uni 3 ta amalidan boshqa hamma amallari to'xtaydi. Faqat 3 ta ishi unga savob berib turadi. Sadaqatun joriya. Odamlarga foyda keltirib turgan bir nafaqati, sadaqati. Ko'prikmidi, asfaltmidi, musulmonlar foydalanib turadigan sadaqa joriya qoldirgan bo'lsa. Va ilmun yuntafa'u bihi. Odamlar foydalanib turgan ilm qoldirib ketgan bo'lsa, mana shundan ham o'lganingizdan keyin savob borib turadi. Va valadin solihin yad'ula. Uchinchisi, uni haqqiga duo qilib turadigan solih farzand. Endi ilm hammamizda ham bor emas. To'g'rimi? Hammamizga ham Alloh bermadi ilmni yoki o'zimiz o'qimadik. Hammamizning qo'limizda pul ham yo'q, sadaqa joriya qoldiraylik desak. Lekin nima bor qo'limizda? Farzand bormi? O'ldi, o'chdi bo'lishni xohlamasangiz, bolangizga Allohni taniting, islomiy tarbiyani bering. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu kunlarning birida ko'chada ketib borar ekan, juda bir savlatli odam bo'lgan, haybatli odam bo'lgan, sirli, viqorli odam bo'lgan. U odamning haybatidan hatto katta kibor sahobalar ham haybatlanishar edi. Umar ibn Xattob kelsa shu ko'cha-ko'chalarga burilib ketib qolardi, peshonasida turmaylik deb, siri bosganidan. Kunlarning birida Umar ibn Xattob ko'chada ketayotsa, bir to'p yosh bolalar o'ynayotdi. Xalifani ko'rib tirqirab har tomonga qochib ketishdi. Faqat bitta bola qochmasdan turdi. Xalifa bu bolani jur'atidan, jasoratidan bir hayron qolib oldiga bordi-da, "Ey bola" dedi. "Nimaga sen qochmayapsan boshqalarda?" dedi. Hali yigit aytdi: "Ey Amirul Mu'minin, sizni zulmingizdan qo'rqish uchun men zolim emasman. Sizni jazoingizdan qo'rqish uchun bir gunoh qilganim yo'q. Yo'l keng" dedi. "Siz ham sig'asiz, biz ham sig'amiz, o'taverasiz" dedi. Qarang, katta kishilar haybatlanib Umar ibn Xattobning oldida tura olmayotgan paytda yuragini quvvati yetmay. Bu yosh bola turibdi. Kimni bolasisan desa, Zubayr ibn al-Avvom deydi. Abdulloh ibn Zubayr ibn al-Avvom roziyallohu anhu edi. Bu ham bola edi. Bu ham bola edi. Tarbiya ko'rgan bola edi. Mana shu tariximizda
yosh bolalar bilan bo'lgan mavqiflardan bir ajib bir suratlar bor. Mana ayrimlarni o'qib beraman. Xalifa Abdulmalik ibn Marvon huzuriga bir jamoa kishi kirdi. 5 ta 10 ta odam kirdi. Ularning orasida bir yosh bola ham bor edi. Xalifa bu yosh bolani kirganini ko'rib jahli chiqdi. Abdulmalik ibn Marvon eshikda oldida turadigan odam chaqirib aytdi, "Ey" dedi. "To'g'ri kelgan yosh bolani kirgizaverasanmi?" dedi. "Men oldimga" dedi. Shunda haligi yosh bola turib aytdiki, "Ey amir" dedi. "Men sizni huzuringizga kirishim bilan sizni sharafingizga, hurmatingizga so'z tegmaydi" dedi. "Ammo men uchun sharaf siz oldingizda turish" dedi. "Bizning yurtimizga mashaqqat keldi. Oziq-ovqat yo'q bo'ldi. Sizlarda ortiqcha mol bor ekan. Yosh bolaning gapi xalifaga gapiryapti. Agar ular ana shu mollar biz uchun bo'lsa, nimaga bermayapsizlar? Qiylandik biz. Agar u sizlarning qo'linglardagi mol Allohning mulki bo'lsa, bandalarga beringlar. Agar u mol qo'linglardagi sizlarniki bo'lsa, bizga sadaqa qilinglar" dedi. Xalifa hali bolaning gapini eshitib, "Vallohi" dedi, "bu bola" dedi, "talabini bajarmaslikka biz uchun bironta ham uzr qoldirmadi" dedi. "Meni molim" desa javobni aytib qo'ydi. Allohning moli desa javobni aytib qo'ydi. Birodarlar, jur'atli bolani pul bilan o'lchab bo'lmaydi qadrini. Yurakli, jur'atli bolani o'lchab bo'lmaydi. Umar ibn Abdulaziz xalifa bo'ldi. Uni tabriklash uchun atrofdan elchilar kelishni boshladi. Hijozliklardan bir jamoa kirdi, ularning boshlig'i 10 dan o'tmagan yosh bola edi. Yoshi 10 dan oshmagan yosh bola mana shu hijozliklarning jamoasini boshlig'i bo'lib kirdi. Endi hamma xalifani xalifa bo'lganligi bilan tabrikladi. Endi navbat hijozliklarga kelganda boyaga 10 yashar bo'lmagan bola turdi. Turib gapirmoqchi bo'ldi. "Sen o'tir" dedi xalifa. "Sendan yosh kattaroq tursin" dedi. Ya'ni shuncha hijozlikdan kelgan 10 ta 15 ta odamdan gapiradigan odam yo'qmi sendan boshqa? "O'tir sen" dedi. Yosh bola deb pisand qilmadi buni. Bu bola nima dedi? O'tirib oldimi? Yig'lavordimi? Nima dedi? Qarang, shu 10 ta odamga boshliq bo'lib keldimi? Demak, shunga loyiqda bu bola. Alloh amirni isloh qilsin. Kishini qadri ikkita kichkina narsasi bilan bo'ladi. Qalbi bilan, tili bilan dedi. Yoshi bilan, bo'yi bilan demayapti. Kishini qadri ikkita narsa bilan belgilanadi, ey amir, tili bilan, qalbi bilan. Agar Alloh bu odamga lafz qiluvchi, so'zlovchi tilni bergan bo'lsa, saqlovchi qalbni bergan bo'lsa, gapirishga haqqi bor uni ham dedi. Agar dedi, siz aytganda faqat yosh bilan bo'lganida ish dedi. Bu taxtga, xalifalikka sizdan ko'ra yosh kattaroq odamlar bor edi dedi. Qarang, bu kimga gapiryapti? Bu o'sha davrdagi eng qudratli bo'lgan podshohga gapiryapti. Agar siz aytganda faqat yosh bilan bo'lganda odamning qadri, bu taxtga sizdan ko'ra haqliroq yosh katta odamlar bor edi deyapti. Insonning qadri qalbi bilan, tili bilan deyapti. Qiymati. Shunaqa bolangiz bo'lsa bilasizmi, yig'lavorasiz. Yig'lavorasiz. Bir birodarimizni 2-sinfda o'qiydigan bolasi shu maktabidan kelyotib, katabasining uyiga 4 ta non ko'tarib kiribdi. Ko'tarib kirsa, haligi katabasi kim bilan kelding desa, o'zim keldim deyapti. Nonni kim bersa, o'zim oldim deyapti. Nimaga desa, har safar dadam kelganda 4 ta non ko'tarib kirardi-yu deyapti. Nima degani bu? Kimdan o'rgandi buni? Agar kirib turib, otasidan, enasidan pul yo'mirib chiqib ketayotganini ko'rganda, kirib turib nima qilardi bu ya? Nima demoqchimiz? Bolangizni jur'atini yoshligidan o'zi sindirib qo'yasiz. Bolangizni zehni past bo'lsa, qo'lingizni yuvib, qo'ltig'ingizga urmang, shoshilmang. Qo'lingizni yuvib, qo'ltig'ingizga urmang, shoshilmang, chunki birodarlar, hozir ayrim tarixda ko'zga ko'ringan odamlarning hayotidan o'qib beraman, yoqangizni ushaysiz. Bu bola gavhar.
turpodi ichidagi toshni ichidagi gavhar, buni kavlab olishlik kerak. Undagi qobiliyatlarni ko'rish kerak, o'rganib chiqish kerak, buni rivojlantirishlik kerak. Zehni past bo'lsa bo'ldi, bu odam bo'lmaydi demang. 1 yil sabr qiling, 2 yil sabr qiling, sizni bolangiz bu. Orqangizdan sizga duo yuboradigan, sizga savob jo'natadigan bola. Qo'lingizni etdi yuvolmang bolangizdan. Qarang, Isak Nyuton kim bo'lgan? Fizikani asoschilaridan bo'lgan. Shu Isak Nyuton birodarlar sinfidagi eng oxirgi qoloq o'quvchi bo'lgan ekan. Sinfdoshlardan bittasi qattiq urib qo'yganda, kuchi yetmay kaltayib, alam qilganidan aytgan ekan: "Men seni ilm bilan yengaman." degan ekan, shu iqtidor ochilib Isak Nyuton bo'lib ketgan. Albert Einstein zamonaviy fizikani asoschisi. Einstein mana Nobel mukofotlarini olgan, 4 ga kirganda tili chiqqan ekan. 4 ga kirganda, 7 yoshga kirganda o'qishni o'rgangan. Tengqurlaridan keyinroq maktabga borgan. Yomon o'qigan. 15 yoshida umuman gimnaziyada o'qiy olmadi deb haydab yuborilgan. Nima deysizlar? Beethoven. Kim bu? Shu odam mana geniylardan deyiladi, muzika dunyosining geniylardan deyiladi. Daholaridan endi bizning tilda. Yozishda orfografiya xatolarni mingta qilgan ekan. Ko'paytirish bilan bo'lishdi, umrini oxirigacha o'zlashtira olmagan ekan. Matematik talant bo'lmagan, ammo bu tomondagi talanti bo'lgan. Dunyo tan olgan Anton Pavlovich Chekhov. Kim bo'lgan bu? Chekhov yaxshi o'qimagan uchun sinfida 2 marta qolgan. Bitta sinfda 2 marta qolgan, yaxshi o'qimaganligi uchun. Akademik Korolyov. Kim bo'lgan bu? Sovet kosmonavtikasining asoschilaridan. Naq 3 bahoga o'qigan ekan. Qaranglar, akalar. Qaranglar, shunaqa bir odamlar chiqqan ekan dunyo maydonida, bir nom taratgan, ko'zga ko'ringan odamlar. Agar bularni ham kimdir shunday bu odam bo'lmaydi bu deb turib, qo'lini yuvib, qo'ltiqni yuvib qo'ysa, nima bo'lardi? Shuning uchun noumid bo'lmanglar, akalar, ukalar. Rizqini har qanaqasiga topib yeydi. Ilm yo'liga targ'ib qilinglar bolalarni. Ehtimol shunday bir karomat egalari chiqib qolar farzandlarimizdan. Haqiqiy baxtsiz odam kim? Haqiqiy baxtsiz odam ko'chadagi omadsizligini, ko'chadagi badbaxtligini uyiga ham ko'tarib olib keladigan odam. Safar qiladi odam, 5 kun, 10 kun uzoq bo'ladi, farzandlarini sog'inadi. O'g'lini sog'inadi, qizini sog'inadi. Alloh taolo siz bilan bizni mana shunday qilib yaratgan. Farzandlarimizni yaxshi ko'ramiz, sog'inamiz. Ammo kishi ko'chadagi ishi bilan ovora bo'lib oilasiga vaqt ochmaydi. Bir kunchi shart yig'ishtiring ishni o'lib ketsin. Shunday bir peshin bo'lmasdan uyga kelingda bolalarga o'tiringlar mashinaga, bir aylanib kelamiz deyinda. Bo'lganmi bir marta shunaqa narsa? Shart do'konda yopdingiz, janini olsin, bir gap bo'lar. Shart mashinaga o'tirib, yuringlar bora, bir aylantirib kelaman sizlarni. Bugun kechgacha bir aylantirib keldingiz. Zo'r bo'lganmi? Kim xursand bo'lgan bundan, bilasizmi? Siz o'zingiz ko'proq xursand bo'lasiz. Chunki bolalar his qiladi, biz kerak ekanmiz otamizga. Otamiz bizni tarbiyamiz bilan yoki bizga e'tibori bor ekan deb turib, bolalarni bosh osmonga umrini oxirigacha esdan chiqarmaydi. Umridan oxirigacha esdan chiqarmaydi. Lekin unaqa yo'q. Mana shu 1000 ta odamdan bitta odam qo'l ko'tardi mana. Ish. To'rtta devorning ichida o'tiribdi. Toza havoga chiqdi, yuguradi, o'ynaydi. Shu oddiy ish bilan bolangizni qalbidan juda bir yuqori joydan joy oldingiz. Va bu qilgan ishingiz dunyoviy ish hisoblanmaydi. Oxirat uchun bo'ladi. Oxirat uchun. Mana qilib ko'ringlar-da. Shat olib borib keling-da, o'zingiz qanaqa saodatni his qilganingizni ko'rasiz. Maza qilasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizdan ko'ra birodarlar ishi tashvishi ko'p bo'lgan zot. Qarang, risolatni insoniyatga yetish kerak bo'lgan Allohning omonatdori, vahiyning egasi bo'lgan zot
uyiga kelardida, 4 oyoqlab turib berardi. Nabiralari Hasan va Husayn yelkasiga minib, payg'ambarimiz ot bo'lib, tuya bo'lib ularni ko'tarib yurardi. Endi qo'l ko'tarib qo'yinglar. Nevaralar yoki bolalarga shunaqa berib turib yelkasida ko'tarib ot bo'lib berganlar. Maşalloh. Bunaqalar ko'proq ekan, alhamdulillah. Bu arzonroqda bu. Ish tashab kelishdan ko'ra yengil. Lekin shuni ham qilmagan ekan ko'pchilik. Bak. Dada o'ynaylik deydi. To'rga kirgan bolangiz. Bak deysiz, abar. Olib chiqmayman deysiz. Endi qayoqdan sizni yaxshi ko'rsin bu? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har bitta hayotimizdagi ishda ibrat bo'lgan zot yelkasiga, kuragiga, beliga o'tkazib, 4 oyoqlab yurib, tasavvur qiling Muhammad alayhisalomni. Ni'mal jamalu jamalukuma, ni'mal hamalani antuma. Tuyalaringiz naqadar yaxshi tuya va ikkingiz naqadar yaxshi minuvchisizlar deb ko'tarib yurardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'lida bolasini ushlab turib namoz o'qigani haqida rivoyatlar bor. Rasululloh sajda qilib turganida mana shu nabiralardan bittasi kelib yelkasiga o'tirib olganida imom bo'lib o'qiyapti payg'ambarimiz namozda. Rasululloh sajdadan turmasdan turaveradi. Sahobalar turishaveradi sajdada. Uzoq bo'lib ketdi. Shunda sahobalardan bittasi kallan ko'tarib bunday qaraydi. Nima gap ekan deb. Qarasa Rasulullohning yelkasida nabirasi o'tiribdi. Sajda qilgan holida. Nabiram yelkamga minib oldi, to o'zi qonib tushmaguncha dedi, bezovta qilishni xohlamadim deyapti. Qaysi ishda? Namoz o'qiyotganda qaranglar birodarlar, farzand tarbiyasi shunaqa muhim ekanki, Rasululloh namozini nima qilyapti? Cho'zib olsa cho'zib yuryaptiki, lekin nabirasini ko'nglini sindirmayapti. Ya'ni ham biz bolalarimiz yuribdi-da. Meni bir birodarim bo'lardi, Alloh rahmat qilsin, o'tib ketdi. Otasi sizlab gapirardi shu bolani. Ko'chada shu birov bilan muomala qilsa, haligi o'ziga uverenniy bola edi, senlasa aytardi. Meni senlamang dedi. Chunki meni otam ham senlamaydi derdi. Alloh rahmat qilsin, solih odam edi. Juda ko'pchilikning hidoyatiga sabab bo'lib ketgan edi. Alloh rahmat qilsin. Biz nimaga chaqiryapmiz? Biz har bir uy musulmon odamning uyi islomiy xonadon bo'lishiga chaqiryapmiz. Har bitta musulmonning xonadoni jannatdan bir bo'lak bo'lishiga chaqiryapmiz. Bunaqa uyda muhabbat bo'ladi, mehr bo'ladi, oqibat bo'ladi, kechirimli bo'ladi, bag'ri kenglik bo'ladi. Agar musulmon odam uyini mana shunday holatga olib kelgan bo'lsa, ko'chadagi har qancha mashaqqat uyga kelgandachi esdan chiqadi. Dunyodagi har qancha mashaqqatni yengishlik unga oson bo'ladi. Agar uyni shunaqa qilib tarbiya qila olgan bo'lsa, aytinglarchi, biz e'tibor beramizmi oilalarimizga, farzandlarimizga? Ammo haqiqiy baxtsiz nodon odam kim? Ko'chadagi mashaqqatini uyga ko'tarib keladigan, bu ham yetmagandek uyi ham o'zi mashaqqat bo'lgan odam. Musulmon ota, musulmon erkak farzandlarining orasida adolat qilishligi kerak. Ittaqulloha wa'dilu bayna avladikum. Imom Buxoriy va Muslimdan keltirilgan hadis. Payg'ambarimiz aytadilar, Allohdan qo'rqinglar, farzandlaringiz orasida adolat qilinglar. Allohdan qo'rqinglar, farzandlar orasida adolat qilinglar. Allohdan qo'rqishlikdan keyin zikr qilayotgan ish nima bo'lyapti? Farzandlar o'rtasida adolat qilishlik. Bu mayda ishlarda, tabassum bilan qarashda, sizlab muomala qilishda, o'pib erkalatishlikda, tabassumda. Bitta bolangizni boshqalardan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rishingiz mumkin. Bunga gunohkor bo'lmaysiz. Kenjasimidi, kattasimidi, o'g'lingizmi, qizingizmi, xullas bittasini ko'proq yaxshi ko'rishingiz mumkin. Bunga gunohkor bo'lmaysiz. Lekin tashqarida shuni bildirib, buni boshqalardan ko'ra ajratib, narigilarni yerga tushirib qolgan bo'lsangiz, mana shu narsaga gunohkor bo'lasiz. Chunki bittasini erkalatib, po'palab, ikkinchisiga qattiq gapirganingizda, ikkinchisini dilini cho'ktirib qo'ydingiz. Umrining oxirigacha esdan chiqmaydigan ish bo'ldi. Payg'ambarimiz aytibdilar, Allohdan qo'rqinglar va farzandlarda o'rtasida adolat qilinglar.
Yedirib ichirishda adolat qilamiz. Kiydirishda adolat qilamiz, sarf-xarajatda adolat qilamiz, lekin bundan ham mayda ishlarda adolat qilishlik kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga bir kishi kelib, "Ya Rasululloh, guvoh bo'ling. Mana bolamga dedi bitta bog'da shunday hadya qildim" dedi. "Berdim bitta bog'da" dedi. Rasululloh, "Boshqa bolalaring ham bormi?" dedi. "Ha, boshqa bolalarim ham bor." "Ularga ham shunaqa narsani berdingmi?" dedi. "Yo'q" dedi hali odam. Payg'ambarimiz aytdilar, "Inni la ashhadu ala jawr." Mendan boshqa odamni guvoh qil bu ishga dedi. Chunki men jabrga, zulmga guvoh bo'lmayman dedi. Shuning uchun farzandlarga bir narsani taqsim qilayotgan paytda ota adolat qilishligi kerak. Kimga qancha berish kerak? Shariatimizda aniq-aniq ko'rsatib qo'yilgan. Bir odam 60 yil Allohga ibodat qilishi mumkin. Ammo vasiyatda, taqsimda zulm qiladigan bo'lsa, bironta bolasiga jahannam vojib bo'ladi bu odamga. Ittaqulloha va adilu bayna avladikum. Allohdan qo'rqinglar, farzandlaringiz orasida adolat qilinglar. Boshqa hadisda aytadilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Sawu bayna avladikum fil atiyati." Atolarda, infoqda, beriladigan narsalarda bir narsa bersangiz, farzandlar orasida adolat qiling degan. Darsimizning nihoyasi musulmonlar tushunchasida ota hurmatli inson bo'ladi. Musulmonlar tushunchasida ota ulug' inson, hurmatli inson bo'ladi. Ammo hamma ota ham mahbub ota bo'lmaydi. Farzandlar tomonidan yaxshi ko'rilgan bo'lmaydi hamma ota. Shuning uchun bolalaringizdan sizni yaxshi ko'rishini talab qilishligingiz sizni qahramonligingiz emas. Balki bolalaringiz sizni yaxshi ko'radigan ishni qilishligingizda sizni qahramonligingiz. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, musulmon otasini ulug' inson deb biladi, hurmat qiladi. Ammo hamma farzand ham otasini yaxshi ko'ravermaydi. Bu yomon ko'radi degani emas. Qalbini to'ridan joy olgan bo'lmaydi hamma ota ham. Ine katta bo'lganda agar parvarishini qilmasa, ine katta bo'lganda qaramay havoromay qo'ysa, xafa bo'lmasin. Xafa bo'lmasin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Imom Tabaroniydan Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan, "Ainu avladakum alal bir." Ainu avladakum alal bir. Farzandlaringizga bir yaxshilikka yordam beringlar. Ya'ni yaxshi odam bo'lishiga yordam beringlar. Yaxshilik qilishiga yordam beringlar. Nima qilinglar degani bu? Tarbiya qilinglar degani. Rahimallohu validan aana waladahu ala birri. Bolasiga yaxshilik qilishlikka yordam bergan otani Alloh rahmat qilsin. Ali ibn Abi Talib aytadi: "Akrimu avladakum wa ahsinu tarbiyatahum." Bolalaringizni ikrom qilinglar, tarbiyasini chiroyli qilinglar. Diqqat. Fa innahum khuliqu li zamanin g'ayri li zamanikum. Chunki farzandlaringlar sizlarning zamoningizlarga emas, boshqa zamon uchun yaralgan. Ya'ni bir ota bor, 50-chi, 60-chi, 70-chi yillarda o'sgan. Hozir birodarlar, u 2000-yil ustida turibmiz. Bizi davrimizda manaqa bo'lgan, bu siz ham kunimiz o'tgan demang. Chunki sizning kuningiz shu bilan o'tgan. Bu zamonda talablari boshqacha. Bizi davrimizda bunaqa bo'lmagan. Biz peshkom yurib qilar edik, anaqa qilar edik. U sizning zamoningiz shunaqa edi. Hozir bolani talabi bor bir narsaga, masalan, kompyuterga, ta'limi uchun. Modomiki bolangizga kerak bo'layotgan, zamon talab qilayotgan narsa harom emasmi? Shariat doirasidan chiqmayaptimi? Qilib beringlar otalar. Qilib beringlar. Chunki bizda bo'lmagan u narsa. Shunda ham yaxshi yashayorganmiz demanglar. Bizkilar o'sha kirdi qo'li bilan yuvib ham, mana qilib ham zo'r yuravergan. U sizlarning zamoningizda shunaqa edi. Hozir kir mashina beringlar. Qaytarib aytamiz. Albatta farzandlaringiz sizni zamoningiz emas, boshqa zamon uchun yaralgan. Modomiki farzand talab qilayotgan narsa kerakmi? Shariat doirasidan chiqib ketmaganmi? Bu narsani qilib berishimiz lozim bo'ladi.